Qishloq gaplashganimizda shu kunlarda kapotni masxara qilamizmi? Qishloqni masxara qilamiz, o'ylab topmadi-yu hech nimani. Qishloqqa men bilaman, balkim dinamit bilan masxara qilamiz. Yaxshi g'oyat tuzoqqa tushiramiz-ki, bilmasam 2 kundan keyin masxara qilaylik, to'g'ri keladi. Hech qanaqa to'g'ri kelmaydi. Mana shu yerda men ham eslamdan Gambot mani yangi videomga yaxshi kelibsizlar. Jinniroq qishloqlar. Undan yaxshiroq narsa o'ylab topmadim. Mani uyimda mani masxara qilish rejasini qilishdi do'stlar. O'shandan yaxshiroq narsa o'ylab topishmadimmi? Jinniroq deyish qishloqlar bor-ku. Nima deymiz endi? Mani masxara qilmoqchi ekan 2 kundan keyin bilmasam endi dinamit bilan deyishdi. Endi ko'ramiz qanaqa qilib masxara qilishadi. O'zini ularni masxara qilib qo'ymasam, o'zi o'rmonga ketyaptim. Salom qishloqlar. Salom kapot. Nima qilyapsizlar qishloqlar? Biz gaplashamiz, quyosh qanaga zo'r charxayotgan ob-havoni. Ob-havoni gaplashaveringlar. Men ketdim o'rmonga borib kelay. Do'stlar, men o'rmonga qo'ziqorinlar uchun ketyotgandim. Chunki o'zimga men juda ham zo'r, juda ham shiringina sho'rva qo'ymoqchi edim. Hoppa, shu yerda o'sha qo'ziqorinlar qishloqlar masxara qilarman, balkim ichiga achchiqni sos qo'yib, do'stlar, chotga bo'ladi-yu, to'g'rimi? Qancha davay shu qo'ziqorinlarni olamiz, hammasini olamiz. Qancha kerak menga bilmadim-u, lekin menga ko'p kerak sho'rva qilish uchun. Uni chincha qishloqga ham yetib kelmadi. Bu qishloqni endi mazzaga referat qilishim kerak. Lava qo'yib yuboramiz uyga. Ana bo'ldi, bu yoqqa lava qo'yib yubordik. Chota kompot ko'rinmayapti, bu yerda qishloqlar hammasi mendan qo'rqadi. Bu ham endi biz boramiz, dinamit bilan portlatamiz. Davay. Hoppa. Chota yomon portlatdi. Menga bu yoqmayapti. Oldin men zo'r qurilmalar, zo'r binolar qurardim, zo'r uylar qurardim, dinamitdan zo'r narsalar qurardim dinamitdan. Hozir oddiy bitta dinamit portlatyapman. Yo. Do'stlar, bo'ldi. Men o'sha yarimta stak oldim. 32 ta dona qo'ziqorin oldim. Nima deysizlar bunga? Endi qishloqqa borsam bo'ladi. Chunki bo'ldim o'sha men qo'ziqorinlar sho'rva qilishga, keyin qishloqlarni achchiq soslar masxara qilishga. Nima lava, lava nima qilyapti? Nima qishloqlar o'zini o'zi masxara qilyaptimi deyman-da. Mana masxara qilishdi yoki qishloqlar hamda yashashmi? Yo'q, bu yashamayman-ku, axir nimaga masxara qilishdi? Mana masxara qilishadi, o'zini o'zi masxara qilyapti qishloqlar. Nima? Botga nima bo'ldi? Kapot, bizlar qishloqqa grifer keldi. Nima qishloqqa grifer keldi? Kapot, bizlar qishloqqa grifer chiqyapti. Mana qarang, hozir bir yoqqa ketib qoldi, yana kerak bizlar qishloqqa. Qishloqqa men tushundim sizlarni. Sizlar meni masxara qilyapsizlar endi. Sizlar shuni qildinglar-ku, to'g'rimi? Meni masxara qilish uchun ayta gaplashib turdinglar-ku, qishloqlar nimaga meni oldingizlar? Kapot, o'rtamizda gaplashib turing, lekin bu grifer qilyapti, biz qilmayapmiz, kapot bizga ishongin. Qishloqlar, hech qanaqa masxara qilishga o'xshamadi. Ayta gaplashib o'tirdinglar-ku. O'ta gaplashib kapot masxara qilish, lekin biz sal masxara qilmadik. Grifer bizga qishloqqa keldi, sal rost gapiryapmiz, kapot bizga ishongin. Kapot grifer keldi, rost bir yoqqa ketib qoldi, lekin oz kelar keyin ham bizga qishloqqa tashlaydi, kapot. Da, qishloqlar ishondim. Nimalar holatda yana mendan qishloqlar. Grifer keldi bizning qishloqqa, masxara qilarkan. Ana bo'ldi. Endi men va'da beramanki, bu juda ham katta portlash bo'ladi va eng baland dinamitdan bino bo'ladi. Men sizlarga va'da beraman. Juda ham zo'r chiqadi degan umiddaman. Ko'raveramiz bo'lmasa. Voy do'stlar, shunaqa ko'p sho'rva qildim. Mamani qaranglar, mazza qilib endi ichib tashlayman hammasini. Voy, qo'ziqorinlar juda ham zo'r sho'rva chiqibdi, lekin menga yoqdi. Bebrikdan olib qo'yamiz deya achchiqni sos qo'yamiz, keyin bu yoqqa cho'tki bo'ladi do'stlar qishloqlar uchun. Nima eshita qilyapti? Mayli ochib ko'ringlar-chi. Qishloqqa Kapot, bizning qishloqqa grifer keldi, mamani qarangin, nima bo'lganini qarangin. Nima qishloqqa nima deyapsan? Yana o'ynashyapsanlar mana. Yo'q, kapot, ko'chaga chiqib qarangin, kapot, rosa gapiryapsan, bitta narsa qurdi. Nima qurarkan? Nima ko'rmas bloklar qo'yib qo'ydilar. Bu yoqqa tuzoqlar qo'yib qo'ydilar, to'g'rimi? Mana bu yoqqa ko'rmas bloklar qo'ydilar. Nima ekan? Nima? Kapot, to'g'ri qo'ysanga grifer qilib qo'yib ketishadi, to'g'ri qo'ysanga mamani kapot portlatadi hozir.
Ha, qishloqlar, maslarga ishondim, hamma qishloqlar ham даже yig'ib soldi, mana masxara qilishga bu yoqqa. Axir bu fake dinamit-ku, bu to'g'rimi? Kapot qanaqa fake dinamit rosa gapirayotsan, Grifer kelamiz qishloqqa. Qishloqlar, o'xshamadi aldash. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Qishloqlar, axir bu fake dinamit-ku, nimaga meni aldingizlar? Men bilib turibman hammasini. Kapot, mana menga ishongan to'g'risi gapiryapti, sani masxara qilmayapmiz biz, bu Grifer, haqiqiy Grifer. Qishloqlar, nimaga meni aldingizlar? Xo'p, sizga ishonib ketdim hozir. Haqiqiy dinamit, sizlar qurgansizlar, katta qilib, lekin o'sram uzun qilib quribsizlar, baland qilib quribsizlar. Молодец, qishloqlar, zo'r qilibsizlar qoyilsizlarga. Kapot, nimaga meni aldamayapsan, nimaga aldamayapmiz biz, nimaga menga ishonmayapsan, Kapot ishongan menga. Bo'ldi, qishloq gapirmagan, men sizlarga baribir ishonmayman. Sizlar uyimda tegida gaplashib turuvdinglar, kompotni dinamit bilan masxara qilamiz deb. Qanaqa qilib sizlarga ishonishim kerak? Hozir uyga olib meni tepaga chiqib ko'ramiz. Hey do'stlar, davay tepaga chiqib ko'ramiz. Tepada nima qilishgan ekan hali? Tepada amalga mana masxara qilishgandir, kimdir kutib turgandir mana. Bo'lmasa davay yilga 2 olamiz deb o'tdan sirli sandiqimdan. Skrachish qilishim kerak. Mayli, hozir bemalol skrachish qilaman, kirkam olaman. Pushka bo'ldi, qurol ana bo'ldi, men kerak emas narsalarni bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Menda ilgak tayyor bo'ldi. Qishloqlar ketyapman yoniga. Hozir endi tepaga chiqib tekshirib ko'raman nimaligini. Kapot kerak emas deb chiqish, menga ishongan portlab ketsa nima qilamiz, biz qishloq yovib keladi. Qishloqlar nimaga bordilar? Sekin tepaga chiqib qolamiz. Qishloqlar. Oppa, buni ham tepaga chiqib qolamiz. Yana tepaga. Sekin azgincha qoldi. Oppa, do'stlar, men eng tepasiga chiqdim desam bo'ladi. Ana endi men eng tepasiga chiqdim. Oho, men buni qaraylik, katta blok ekan bu yerda. Yaxshi, qishloqlar harakat qilibdi. Shu baland dinamit qurishi birinchi marta hayotimda eng baland dinamit ko'rishim edi do'stlar. Rostdan qishloqlar yaxshi harakat qilibdi. Shu baland dinamit qurishga bilim turibdi, fake'li do'stlar. Mana tepasini qaranglar, g'alati turibdi. Pastda kichkina dinamitlar qishloqlar yana menga qarab turibdi, Voy kompot, hozir bilib qoladi bizning sirimiz deb ko'rdinglarmi? Men tepada katta bitta dinamit turibdi. Mana pastga tushamiz, pastda sekin tushib olish kerak. Oppa, unaqa pastda kichkina dinamit, tepada yana katta dinamit bilan turibdi. Voy qishloqlar, zo'r masxara qilibsizlar, lekin menga yoqdi, zo'r qurdinglar. Orqangga qarang, Kapot, nimaga bizga ishonmayapsan? Grifer, nimaga chaqirasizlar masxara qilishga meni? Grifer bilan gaplashaverdim. Salom Grifer. Kompot. Hozir sizlarni qishloqqa yana portlataman endi. Grifer haqiqiymisan? Nima haqiqiy Grifer olib keldinglar bu yoqqa? Haqiqiyman, qanaqa bo'laman yana? Hozir zajgalga olib portlatib yuboraman. Yo'q, o'zim portlataman. Nima qilasan sen portlatib? Nima sen portlatsan? Bilim turibdi-yu fake dinamitligini. Nimaga meni aldingizlar? Hozir ko'rsaman deysizlarga fake dinamitligini. Kompot, bu fake emas, qaqqa ketyapsan, Kompot, to'xta. Nima, hozir portlataman deyapsan, qishloqlar yo'q bo'ladi. Portlatsang portlatur, menga farqi yo'q. Grifer portlatsang portlatur. Qishloqlar, даже Grifer bilan ham gaplashib qo'yishdi, meni masxara qilish uchun. Grifer yordamlashaverganda demay rostdan Grifer yordamlashgan. Meni yoqtirmaydi-ku Grifer. Qishloqlar bilan gaplashgan qishloqlar balki bunga izn berganlar yordamlashga. Qochtur Grifer, o'zim portlataman buni. Yo'q, Kompot, kerak emasdir, balki uzora o'taylik Kompot. Nima qilasan uzora fake dinamitlik bilim turibdi-yu. Nima fake dinamit? Qochinglar, qamanglar.
Voy boshim yomon o'tdi, lekin boshim qaq tushib qoldim. Mana sindirili obbo do'stlar, nimaga men ishonmayman qishloqlarga. Hamon boshim og'rib ketyapti, qaqqa tushib ketdim. Men qishloqlar qani endi? Rostdan nimaga men qishloqlarga ishonmadim? Men o'zim mana shu qishloqni yo'q ko'rdim do'stlar. Obbo, rostdan men o'zim mana qishloqni hammasini yo'q ko'rdim. Tegi bilan hamma yo'qni yo'q ko'rdim. Obbo do'stlar, Grifer bekordan bekor aytmayotgan ekan, Grifer qurgan ekan demay o'zi o'shani rostdan ham qishloqlar qilmagan ekan, uni hech qanaqa masxara bo'lmagan ekan. Haqiqiy dinamit ekan do'stlar, bekor men uni kech tushunib qoldim. Mayli, hammasi bilim turdi-yu do'stlar, to'g'rimi? Qishloqlar gaplashib turdi, qishloq kompotda dinamit bilan masxara qilamiz deb. Grifer obbo, jinniroq Grifer masxara qildi deb zani, lekin portlatgan men bo'ldim. Qishloqlarni topishim kerak. Endi men bo'pti, like bosishni, obuna bo'lishni chiqmasin, keyingi videolarni kuzatishga davom etinglar.